Bugungi videoda biz obunachilardan kelgan har xil topshiriqlarni bajarib ko'ramiz. Ha, bu topshiriqlar shunchalik ajoyib va noodatiy, siz hatto hayratda qolasiz. Mana birinchi challenge ekranlarda turibdi. Aynan biz mana shu challenge bajarishimiz kerak. Ya'ni Ender Dragon'ni Netherga olib borishimiz kerak ekan. Mayli, bizga farqi yo'q. Lekin buni survivalda qiling demagan. Biz kreativda qilamiz. Okay, let's go. Va mana Netherga ham kelib oldik. Endi Netherga Ender Dragon'ni chaqirishimiz kerak bo'ladi. Va 1 2 3. Va mana bolalar Netherga Ender Dragon'ni olib keldik bolalar. Birinchi challenge muvaffaqiyatli bajarildi va ona yerdan Ender Dragon yuribdi maza qilib. Va biz keyingi challenge bajarishga olg'i. Keyingi challenge o'zlaring ham ko'rib turibsizlar. Keyingi challenge biz mana shu qo'limdagi taxta kirka bilan bedrockgacha borishimiz kerak bo'lar ekan. Unda biz let's go bedrockgacha boramiz. Okay, let's go bola, ketik. Okay, let's go. Nimadir bo'lib ketyapti, lekin hech narsa tushunganim yo'q. Nima o'lib ketdi? To'g'ri bola, bu albatta cheat edi. Mayli, shunaqa cheatsiz biz oddiy taxtali kirkada pastga sindirib borishga harakat qilamiz, lekin buni shunchaki ekranlar turibdi. Buni 1 minut ichida amalga oshiring degan. Shuning uchun hozir taymerga qo'yish kerak. Hozir boshqa telefonni olib kelishim kerak. Xo'p bola, mana boshqa telefonni olib keldim. Endi pastroq joy topib, mana misol uchun mana pastroq joy. Mana yerdan kelib turib. Xo'p bola. 1 2 3 timer ketdi va biz sirasi pastga sindirib borishimiz kerak. Yo'qmay, namcha tez sindiryapti. Nimaga namcha tez sindiryapti desalar, u bola taxtali kirka degan, lekin nima kirkani sehrlash mumkin emas demagan. Shuning uchun uzr ming, lekin oddiy taxta kirkada men bedrockgacha yetib borishning iloji yo'q bola. Shuning uchun gravi chiqib qolyapti bola. Hech qilib taxtali kirkani sinib qolmasa bo'ldi. Hozirchalik 24-25 sekundlar ora va biz bedrockgacha yetib keldik bola. Let's go bola. Agar sizlar g'irrom bo'lsang, kirkani kuchaytirding, vasha tez sindiryapti desalar, ayta sehrlash mumkin emas demagan. Oddiy taxtali kirkada 1 minutda asha qilib bo'lmaydi uni. Keyingi challengeimiz juda ham qiziqarli, chunki biz vizor bilan arilarni urishtirishimiz kerak bo'lar ekan. Mana bu vizor bilan bundaqa arilarni urishtirishimiz kerak bo'ladi. Bilasizlar, ariga kimdir birorta mob hujum qilsa, u ham tek turmaydi, shatta borib chaqadi. Keling, shuni vizor bilan qilib ko'ramiz. Vizor spam qilib, to'la arilar spam qilamiz bola. Let's go. To'la arilar spam qilamiz. Qani nima bo'lar ekan? Shunga mana juda ham qiziqdim shu challenge-ga. Yo'maya vizor spam bo'lib va bola rostdan ham o'xshadi bola. Rostdan ham ari vizorlarga qarshi chiqyapti. Vizor ham otyapti, bitiga tas o'lib ketdi. Bola mana o'zing ko'rib turibsiz, vizorga ular tashlashyapti bola. Vizorda daji chicha joni ketyapti, lekin alla kelib turib hammasi chaqyapti bola. O'zing ko'rib turibsiz. Men bu narsa o'xshashligini bilmadim. Rostdan ham vizorni alla chaqib tashlashdi. Bu challenge yozgan odamga kattakon rahmat. Video juda ham epic bo'ldi deb o'ylayman. Nimagadir vizorni ham urib bo'lmayapti. Bechara, afsus. Bechara shuncha alla chaqqandan men besmeti bo'lib qolib chekildi. Bola, bu video men uchun juda ham qiziqarli video bo'ldi. Sababi sekin. Yo'qmay, nima qilyapti ular? Xullas, menga videorolik men uchun juda ham qiziqarli bo'ldi. Menimcha sizlar uchun ham albatta zo'r video chiqdi degan umiddaman. Chunki oxirida vizor bilan arilarni urishtirib ko'ring, lekin bu juda ham epic bo'ldi. Shunday ajoyib videoga like bosib qo'ysa arziydi bola. Shuning uchun kanalga obuna bo'ling va like ham boshqa esdan chiqmasin. Keyingi videoda uchrashguncha barchaga xayr.